Birinchi, Achraf Hakimi. Turli manbalarga ko'ra, marokashlik himoyachi Real Madridga qaytishni xohlaydi. U yerda uning do'stlari bor, jumladan Kylian Mbappe va Brahim Diaz. Hakimi Paris Saint-Germainda 4,5 yil o'ynadi va mavsum oxirida Luis Enrique ketishi mumkinligi sabab u ham o'z davri yakunlangan deb hisoblayapti. Realga qaytish esa juda mantiqli ko'rinadi. Chunki Dani Carvajal ketishi mumkin, Trent Alexander-Arnold esa hali to'liq ishonch qozonmagan. Hakimi tezkor, doim hujumga qo'shiladigan, gol urish va assist berish qobiliyatiga ega himoyachi. U deyarli winger kabi o'ynaydi va o'zi yakka holda o'yin taqdirini o'zgartira oladi. Agar Real Yevropada hukmronlikni davom ettirmoqchi bo'lsa, bunday futbolchi juda kerak.